Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu yaqindan buyon o'zim izlangan shu andish qilish va qo'rqish to'g'risidagi ba'zi materiallarga asosan o'zimizningki hozirgi ahvoli bilan birlashtirib ba'zi bayqashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu andish qilish, qo'rqish hammaylanda mavjud. Men tövendeki leksiyada buningki sabablari, uning ustidan qandaq g'olib kelish to'g'risida o'zimningki izlanganlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Andish qilish va qo'rqish. Bu andish qilish va qo'rqish deganimiz butkul tadrijiy taraqqiyot jarayonida muhim rol o'ynagan insonlarning jismoniy va hissiy xatarga qaytirgan muhim inkosi bo'lib, andish qilish va qo'rqish insonlarda normal mavjud bo'ladigan subyektiv tuyg'u. Agar kishilarda andish qilish va qo'rqish bo'lmasa, ular o'zini har xil tahdidlardan qo'g'day olmasligi mumkin. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida biz andish qilish yoki qo'rqish orqali belgilik xatar purustini tuvaltalaymiz. Ya'ni andish qilganda, qo'rqqan vaqtida biz salmoq bo'lib oldiraqsanlik bilan hukm chiqarishdan ko'ra ozroq o'ylanib, shu ishni qandaq bir taraf qilgan vaqtimda teg'im yaxshi hal qila olayman deganga fursat yarata olamiz. Andish qilish va qo'rqish ehtiyot qilishninki bir qismi bo'lib, u insonlarning o'zini qo'g'dishida alohida ahamiyatga ega. Agar insonda andishi va qo'rqish tuyg'usi faqatla bo'lmasa, u benormallik hisoblanadi. Agar insonda andishi va qo'rqish tuyg'usi haddidan ziyoda ko'p bo'lsa-mu, u benormallik hisoblanadi. Boturlik demak insonda andishi va qo'rqish tuyg'usi yo'q demak emas. Balki u inson andishi va qo'rqish tuyg'usi ustidan g'olib keldi demak. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida insonlarda bu andish qilish, qo'rqish tuyg'usiningki bo'lishi tamoman normal. Aksincha, bo'lmaslik yoki bo'lmasa haddidan ziyoda ko'p bo'lishning hammasi u benormallik. Biz botur degan vaqtida u ko'z oldimizga qo'rqmaydigan, andish qilmaydigan bir odam keladi. Amaliyotda botur demak hargiz qo'rqmas, andisha qilmas yoki qo'rqish andisi tuyg'usi yo'q deganlik emas, balki o'zida bor andish qilish, qo'rqish tuyg'usidan g'olib keladi demak. Agar bizmi shu andisha va qo'rqish tuyg'ularimizdan g'olib kelalasak, uni yengalasak, bizmi qo'rqmaydigan bo'lamiz. Undaqda andish qilish yoki qo'rqishninki turlari nima degan vaqtida buning turlari nihoyatda ko'p. Konkret ahvolga qarab insonlar o'xshamagan narsalardan qo'rqishi mumkin. Men bugungi bu leksiyarimda tushuntirishga oson bo'lsin uchun andish qilish va qo'rqishni tövendeki 10 xil turga ayirib chiqdim. Birinchisi, ya'ni eng ko'p uchraydigan, eng ko'p insonlarda mavjud bo'lgan qo'rqish tuyg'usi mag'lubiyatdan qo'rqish tuyg'usi, ya'ni mag'lub bo'lishdan qo'rqish. Bu hamda ko'pincha insonlarda hamda hammamizda degidak bor, hamda g'alaba qilish, muvaffaqiyat qozonishga istiki bak kuchli bo'lgan vaqtida bundaq odamlar davomliq mag'lub bo'lishdan qo'rqaydigan yoki bo'lmasa ortiqcha bak andish qilib bak qo'rqaydigan bo'ladi. Lekin bu mag'lub bo'lishdan qo'rqish tuyg'usi normalda hammamizda bor tuyg'u. Ikkinchisi yo'qsizlikdan qo'rqish.
ya'ni turmush sharoiti ma'lum darajaga yetgan odamlarniki shu turmush sharoitidan quruq qilib aslida yo'qsizlik bosqichiga qaytib ketishdan qo'rqish. Bumu ko'p uchraydigan qo'rqish. Uchinchisi tanqidlanishdan qo'rqish. Ya'ni boshqalarningki o'ziga nachar baho berish yoki o'zini xato qilyotidi deb tanqid qilishdan qo'rqish. Bundaq odamlarda hamda shunday qo'rqish tuyg'usi yuqori bo'lgan vaqtida birsi kishilarga oson hujum qiladigan bo'ladi, yana bir xili shu tanqidlanishdan qo'rqqanlik sababidan jim turib oladigan, hech qanday ishga petnolmaydigan ahvol kelib chiqadi. To'rtinchisi jazolanishdan qo'rqish. Ya'ni jazolanishdan qo'rqish degan vaqtida bu shu boshqalarningki tahdidiga uchrab, shundan qo'rqishnimi o'z ichiga oladi. Chunki insonlarga tahdid qilgan odam ma'lum jazoni shu ko'z qilib turib, "Mani qilmasang undaq qilaman, ani qilmasang bundaq qilaman" deydigan ish. Masalan, bizda eng ko'p uchraydigan bu qo'rqish tuyg'usini qo'rqish tuyg'usi qanday paydo bo'ldi degan vaqtida biz bolalarimizga tarbiyalaganda bugun matapshiriqni ishlamasang, kechki tomoqni yemaysan yoki bo'lmasa imtihonda yaxshi natija ololmasang yangi o'yinchiq olib bermayman yoki sana bunda bir narsa olib bermayman yoki bozor bir yerga olib bormayman degandagidek shunday hayva tahdidlarni qilavergan vaqtida bundaq bolalar cho'ng bo'lgan vaqtida jazolanish shudan qo'rqadigan ahvol bo'ldi. Albatta cho'ng bo'lgandan keyinmi misollarga ma'lum sabablar tufaylidan ig'ir jazoga uchirgan yoki bo'lmasa ruhiy jismoniy jihatdan jazolangan odamlar bu odamda cho'nqur bir ta'sir qoldirganligi uchun keyin shundoq jazoga qayta uchrab qilishdan qo'rqaydigan bir xil ahvol kelib chiqadi. Beshinchisi kasal bo'lishdan qo'rqish. Bu hamda ko'pincha odamlarda bo'ladigan bir xil qo'rqish, lekin bu qo'rqish ortiq bo'lgan vaqtida o'ziniki sog'lomligidan bak ansiraydigan, hadisi dori yeb oladigan ashtaq ahvollar shakllanadi. Oltinchisi zahmlanishdan qo'rqish. Bu hamda yuqorqidek kasal bo'lishdan qo'rqish bilan sal o'xshasimi, lekin zahmlanishdan qo'rqish deganimiz hamda masalan o'tni ko'ygan vaqtida o'zini ko'ydirib olishdan qo'rqish, suvni ko'ygan vaqtida suvga tushib tunjiqib qilishdan qo'rqish, mashina haydagan vaqtida mashina qazosiga uchrab qilishdan qo'rqish, aeroplanga chiqqan vaqtida aeroplan tushib ketishdan qo'rqish degandagidek hammasi shu zahmlanishdan qo'rqish kategoriyasiga kirgizishga bo'ldi. Yettinchisi o'limlikdan qo'rqish, ya'ni yoshning cho'ng'ishiga ergishib o'ziniki o'lib ketishdan qo'rqish yoki bo'lmasa oilasida yaqin urug' tuqqanlarniki o'lib ketishidan qo'rqish, andish qilish. Bumu hamda bizda insonlarda normal bo'ladigan qo'rqish tuyg'usi. Bunda qo'rqish bo'lmasa, aksincha benormal bo'ldi, lekin haddidan ziyoda bo'lgan vaqtida umumiy benormal hisoblanadi. 8-inchisi kimligini yo'qotish. Kimligini yo'qotish degan vaqtida bu yerdagi har bir shaxsniki o'rni, jamiyatdagi ijtimoiy o'rni, hurmati, aningdagi salohiyati yoki milliy kimligi ish qilib bu doirasimi yomon cho'ng, shu o'ziningki kimligini yo'qotish yoki sharafini yo'qotish yoki jamiyatdagi o'rni, mansabni yo'qotishning hammasi shu kimligini yo'qotish kategoriyasiga kirgizishga bo'ldi. 9-inchisi ijtimoiy aloqadan qo'rqish. Ya'ni bundaq aytgan vaqtida bundaq kishilar shu qo'rqish, andish qilish tufaylidan xalq bilan munosabat qilolmaydigan yoki notonish muhitga kelganda notonish so'ringa borgan vaqtida bak o'diqib ketadigan, o'zini bir chetga ilib boshqalar bilan paranglashmaydigan shunday ahvollar kelib chiqishi mumkin. 6-inchisi konkret har xil shaylardan qo'rqish, masalan egizlikdan qo'rqish, qorong'ulikdan qo'rqish, qurt qo'ng'ozdan qo'rqish, mushukdan qo'rqish, yilondan qo'rqish, suvdan qo'rqish, qondan qo'rqish, yolg'izlikdan qo'rqish degandek konkret narsalardan qo'rqish. Hamda
Bu qo'rqishninki turlari yolg'iz bula emas. Men faqatla tushunishga qulaylik bo'lsin uchun mana shu 10 xil turga ayirib chiqdim. Buning ichidan boshqa yana nurg'un konkret qo'rqishlar bor. Bugun hamda bakka alaqa bu so'zni bak keng doirada keng uzartib o'tishdan saqlanish uchun men nuqtali qilib mana shu 10 xil qo'rqish turlarini men qarindoshlarga qisqacha bir tushuntirib o'tdim. Endi bu normal endişe yoki qo'rqish tuyg'usi har qandaq aqli hushi joyida odamlarning hammasida bo'ladigan bir ahvol. Aksincha, aqli hushi joyida bo'lmagan odamda endish qilish va qo'rqish tuyg'usi bo'lmasligi mumkin. Undan boshqa inson binormal tashvishlanish kesiliga giribdor bo'lgan vaqtida, ya'ni psixikasidan masala chiqqan vaqtida, anandan qo'rqish va endish qilish haddidan ziyoda ko'p bo'lishi mumkin. Endi bu yerda bu psixikalik masala, psixikalik kasallik degan vaqtida bu qo'rqish, endish qilishni kasal asosli kasal alomati qilgan kasallikni biz shu tashvishlanish kasali deymiz. Anxiety disorder deydi İngilizce. Buningki ichiga kirdigan nurg'un o'xshamagan tashvishlanish kasalliklari va bu yerda men 6 xil kasallikni qo'yib qo'ydim. Bu 6 xil kasallikning hammasida shu haddidan ziyoda shu endish qilish, qo'rqish degandek alomatlar bu kasalliklarning asosli kasallik alomati hisoblanadi. Endi qanday qilganda ortiqcha endish qilish, qo'rqishdan xoli bo'lg'ili yoki u xil tuyg'uni paslatgili bo'ladi. Bu bugungi bu leksiyaniki asosli maqsadi, asosi nimasi bo'lib, shu hal qiluvchi qism bo'lib, bu bizningki hammamizningki bilishimizga, ya'ni hammamizningki o'zimiz duch kelgan bu ahvollarni bir taraf qilishda belgilik foydalanishga arziydigan taraflar. Men buni turlar bo'yicha qisqa bir so'zlab o'tmoqchi. Birinchisi shu qandoq qilib ortiqcha endish qilish va qo'rqishdan xoli bo'lg'ili bo'ldi yoki u xil tuyg'uni paslatgili bo'ldi degan vaqtida birinchisi endish va qo'rqinchni tushunish kerak. Biz uni nimishqa paydo bo'lganligini, qandoq bir jarayon ekanligini bilishimiz kerak. Endi masalanga bu qo'rqincha degan vaqtimizda bu o'zimizni qo'g'dashninki quroli. Men buni boshda ta'kidlab o'tdim. Qo'rqash yoki endish qilish o'zimizni qo'g'dashning quroli. U aslida yaxshi yoki eski, to'g'ri yoki xato narsa emas. Uni biz cho'qim endish qilmaslik, cho'qim qo'rqmaslik yoki bo'lmasa bu xato narsa yoki to'g'ri narsa demaymiz. U bizda tabiiy mavjud narsa. Balki u hamma insonda mavjud bo'lgan va bizningki texmi yaxshi qaror chiqarishimizga turtki bo'ladigan bir qurol. Bu qo'rqincha amaliyotda bu bizni jim o'tirib sukut qilish uchun emas, balki bizni ehtiyotchanlik bilan harakat qilishimizga turtki bo'ladigan bir vosita. Ya'ni bundaq chiqqan vaqtida endish qilish, qo'rqish deganlik hargiz jim o'tir deganlik emas. Ehtiyotchanlik bilan harakat qil, anandan keyin to'g'ri qaror uchun to'g'ri qaror chiqarish uchun o'zingga vaqt qozon degan gapcha bu yerda. Shunga biz agar buni bu qo'rqinchniki, endish qilishniki bizda paydo bo'lish, uning nima sababdan shunday bo'lganligini bilmagan vaqtimizda biz uningga to'g'ri muomala qila olmasligimiz mumkin. Anandan keyin qo'rqinchi bilan endish qilish bizning ustimizdan g'olib kelib, oxirisida bizda beshimizni ko'tarolmaydigan, ovozimizni chiqarolmaydigan bir xil ahvol kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi,
endishi va qo'rqinchi manbasini aniqlab chiqishimiz kerak. Ya'ni bizni endishi va qo'rqinchiga solgan narsa zodi nima? U bizni nima uchun endishi va qo'rqinchiga soladi? Bu narsalarni obdan o'ylab, buningga javob topa olgan vaqtimizda, anandan keyin biz uni bilgan vaqtimizda uningga qandaq yuzlanishni va uningga qandaq taqobil turishni o'ylashimiz mumkin, uningga bir javob topishimiz mumkin, tafakkur qilish fursatiga ega bo'la olishimiz, natijada uning qarshi turadigan chora tadbir tepib chiqa olishimiz mumkin. Agar biz bu to'g'risida izlanmasak, ya'ni biz nima uchun qo'rqaymiz, nima uchun andish qilamiz degan bu manbani aniqlab chiqolmasak, uningga nisbatan bir unumli tadbir ilishimizmi qiyinga to'xtaydi. Uchinchi, andisha va qo'rqinchga yuzlanish va uni qabul qilishimiz kerak. Ya'ni mundaq chiqqan vaqtida endishi va qo'rqinchiningki teshig'i chiqib olib, qo'rqqandan ko'ra shu endisha va qo'rqinch paydo qiladigan xatarga yuzlanish, uni qabul qilish, uning ichiga kirish bizda bu endisha va qo'rqinchdan g'olib keladigan bir jasorat paydo qila olishi mumkin. Endişe ve qo'rqinchi paydo qiladigan sababni tepib chiqqandan keyin uningga yuzlanish, uni qabul qilish bizningki shu endişe, qo'rqinch tuyg'ularining ustidan g'olib kelishda nihoyatda muhim. Buninglik uchun biz hamda ishongan, o'zimiz ishongan, yaxshi ko'rgan insonlar bilan shu qo'rqincha, endişe tuyg'ularini paydo qilgan xatarlik omillarni ular bilan o'rtoqlashish va boshqalarning yordamiga ega bo'lish. Bumi nihoyatda muhim. Bizni endişe va qo'rqinchiga solgan konkret omillar bilan yuzlashgandan keyin balkim uning unchalik qo'rqinchlik emasligini his qila olishimiz mumkin. Agar biz o qo'rqinchninki qo'rqinch paydo qilgan omilning sirtida turib olib, shu o'zimiz o'ylab, o'zimiz shu qo'rqinchiga silaversak, uningga yuzlanmasak, manku qo'rqinch bilan o'tishimiz mumkin. Shunga eng muhimi boshqalarningki yordamini istagan holda o'zimiz shu qo'rqinch paydo qilgan xatarlik omil bilan yuzlanib, uningga qabul qilib, shu xatarning ichiga kirgan vaqtimizda anandan keyin bizda bu shu qo'rqincha tuyg'usidan g'olib kela oladigan bir jasorat paydo bo'lishi mumkin. Anandan keyin yoki bo'lmasa biz uni boshqa yaqinlarimiz o'rtoqlashgan orqali ularning yordamiga erisha olishimiz mumkin. To'rtinchisi, muhit almashtirib, sap havodan nafaslanish. Ya'ni biz ma'lum muhitda, ma'lum sharoit ostida andish qilish, qo'rqish tuyg'usi paydo bo'lgan vaqtida biz o'zimizni salmoq qilib, tafakkur qilishimiz uchun u muhitdan boshqa muhitga berib, oldi bilan sap havodan nafaslanib, o'zimizni salmoqlashtirishimiz, anandan keyin o'zimiz salmoqlashgandan keyin tafakkur qilish orqali biz nima uchun qo'rqdik, nima zodi qo'rqatgan degan narsani o'ylashimizga fursat yaratishimiz kerak. Beshinchisi, pozitiv o'ylash, anandan keyin salmoq bo'lish. Oltinchisi, o'ziga bo'lgan ishonchni yuqori ko'tarish. Bu shu o'zimizniki qo'rqish tuyg'usidan g'olib kelishda nihoyatda muhim. Yettinchisi, qilmoqchi bo'lgan ish aniq bo'lishi, o'zimizni oldirash tutishimiz kerak. Ya'ni oldirash olgan vaqtida har xil harakat faoliyatlar bilan shug'ullanib turgan vaqtida bizningki qo'rqinch tuyg'umiz uzluksiz yo'g'inaydigan ahvoldan saqlangan bo'ladi. Biz shu orqali o'zimizningki andish qilish qo'rqish tuyg'usini pasaytib, o'zimizningki bu qo'rqish tuyg'usidan g'olib kela olishimiz mumkin. 8-yetmoqchi bo'lgan maqsadga diqqatimiz
diqqatimizni yig'ish, ya'ni bu shu ishqa markazlashtirib, boshqa qalayimqan bir narsalarni o'ylashdan o'zimizni tortishimiz kerak. 9-inchisi badan chiniqtirish va sayohat qilish. Mushu bizningki ruh kayfiyatimizni yaxshilashda nihoyatda muhim. Shu orqali biz o'zimizningki ortiqcha andish qilish, qo'rqish tuyg'ularimizni pasaytira olishimiz mumkin. Oxirida men shu amerikalik donliq yozuvchi Dale Carnegie degan bir yozuvchininki bir jumla so'zi bilan bu leksiyani oxirlashtirmoqchi. Yana u mundaq deydi: harakat qilmay jim o'tirish gumon va qo'rqinch paydo qiladi. Harakat qilish ishonch va jasorat paydo qiladi. Agar qo'rqinch ustidan g'olib kelishni o'ylasangiz, uyda jim o'ltirib o'ylayvermay, sirtga chiqib o'zingizni oldirash qiling. Ya'ni harakat qiling demakchi. Chunki biz qo'rqdik deb o'zimizni yolg'iz yerga solab o'ylayversak, bizdeki bu qo'rqinch tuyg'usi texmi zo'riydi. Shunglashqa bu qo'rqinch tuyg'usini pasaytish uchun biz sirtlarga chiqib boshqalar bilan munosabat qilishimiz kerak. O'zimizning nima maqsad yetmoqchi bo'lgan muddalarimizni aniq qilib, o'zimizni shular bilan oldirash tutishimiz kerak. Shunda o'g'a vaqtida biz bu andish qilish, qo'rqinch tuyg'ulardan g'olib kela olishimiz mumkin. Bugün so'zlamoqchi bo'lgan bu leksiyani men mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga rahmat. Kelaqtim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.